Karis qaynonamdan tuxumli xolades. 6 ta tuxumga ozgina tuz, 1 qoshiq limon suvi va yarim stakan suv solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirganimizdan keyin shunaqa narsadan o'tkazib olib, ko'k piyoz va ozgina sabzi solamiz. Tuxumga 1 qoshiq unni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuxumimiz idishga yopishib qolmasligi uchun kunjut yog'idan surtab tuxumimizni quyib olamiz. Katta idishimizga suv qo'yib, ichiga tuxumimizni joylab olamiz. Tuxumni ustini yopib qo'yish kerak, chunki qopqog'idan suv tomishi mumkin. Shunday qilib past olovda 20 minut pishirib olamiz. Agar olovingiz sal balandroq bo'lsa, 15 minutda ham pishib chiqadi. Tuxumni yaxshi pishgan-pishmaganligini bilish uchun ichiga cho'p tiqib chiqishingiz mumkin. Shunday qilib karischa tuxumli xaladesimiz tayyor bo'ldi. Buni endi idishidan olib, chiroyli qilib kesib chiqamiz. Bu xaladesni Koreyaning bog'cha va maktablarida yosh bolalar uchun juda ham ko'p berishadi. Agar sizning ham bolangiz tuxumni ta'mini yoqtirmasa, xuddi shu retsept bo'yicha pishirib bersangiz, juda ham maza qilib yeydi. Tuxumli xalades sovuni yana bitta sevimli ovqat.